Assalomu alaykum hamkasblar. Mana bugun 31-mart. Endi oilalardan sun'iy ona chiqarish vaqti kelyapti. Shuning uchun bugun biz sun'iy ona chiqarish uchun kerak bo'ladigan asbob anjomlar va materiallar haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Mana birinchi navbatda nima kerak? Birinchi navbatda biz o'sha ona chiqarish uchun kerak bo'ladigan kosachalarni yasashimiz uchun sifatli mum kerak. Mana sifatli mumni eritib 80 gradus 75 gradus qilib eriganini mana bunday shablon olinadi. Bu masalan bizda 5 tane shablon bittalik ham bo'lishi mumkin. Bu shablonni diametriga e'tibor berish kerak. Diametri 9 mm qilish kerak. Ba'zilar 9 mm dan kichkina qilib 8 mm qilib qo'yadi. Unda uni chiqib turgan onadan biroz kichkinalik bo'lib, kichkina chiqib qoladi. Tabiatda o'zi asalarilar onadanni diametrini aksariyat hollarda 8,8 mm, ya'ni 9 mm ga juda yaqin qilib qilinadi. Buni 10 mm qilib qo'ysachi, arilar xurchani baxmay qo'yadi. Qabul qilishi 50% ga pasayib ketadi. Keyin bu shablonda pastki qismi biroz ingichkaroq bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, yaqinlab ko'ring, pastki qismi ozgina ingichka. O'shandan pastki qismidan 10-11 mm masofada joyda belgi qo'yib qo'yamiz. Mana bunday, mana hammasiga belgi qo'yib qo'yganman 10 mm dan keyin bu shablonda suvga bir soatcha pishib qo'ygandan keyin ular har holda va uyib yaxshi bo'lib qoladi. O'shanda buni suvga pishirgan qismida latta bilan artib tashlab va silkib, o'sha 75 gradusli mumni ichiga bir necha bor botirib olinadi. Keyin sovuq suvga botiriladi. Botirgandan keyin bosh barmoq bilan, ko'rsatkich barmoq bilan biroz aynaltirilib bunday chiqarsangiz chiqadi. Xuddi chiqqan misochkalar mana shu holatda chiqadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Botirib olishda birinchi botirib olganda 10-11 mm botiriladi shablonda mumga, ikkinchisini biroz kamroq, ya'ni 10 mm dan kamroq masofada, ya'ni 9 mm botiriladi. Uchinchisini yana shunaqa qilib nima qilganda qirg'oqlari yuqa, bu yoqlari qalinroq kosachalar hosil bo'ladi. Mana kosachalarni yig'ib olganmiz. Kosachalar bu urug'ni joylash uchun kerak bo'ladi. Endi yana nima kerak bo'ladi? Endi biz kerak bo'ladigan narsa mana bunga, ya'ni onalarni katakchadan oladigan moslama shpatillar kerak bo'ladi. Mana bu shpatillarni mana ko'rib turibsiz. Bunday botirib, bunday nima ko'tarib olganingizda uni qismida, mana shu qismda, mana o'ylaylik romni ichi deylik. Mana uni romda katak bunday botirib olamiz. Oldi deylik, bu kosacha bas deylik. Romdan olyapmiz. Oldik. Olganda mana bu shpatelni mana bu qismi, kengroq bo'lgan qismi 1,5 mm bo'ladi. Undan katta qilinmaydi.
qilib kosachaga olib kelib shpatilni bunday tushirib orqasiga burib bunday chiqarsak tagiga o'sha bir kunlik 20 soatlik lichinka tushib qoladi. Xuddi shunga ishlatiladigan shpatil. Endi hozirgi paytda juda ko'p Xitoy shpatillari ishlatilyapti. Mana Xitoy shpatili. Bunda o'sha yacheykaga mana ko'rib turibsiz. Buni itarguvchi qismi va oluvchi qismi. Mana shu qismda ya'ni romni yacheykasini yon tomonidan tikka bunday tushirib, bunday qilganingizda buriladi bu. Burilgandan keyin tik ko'tarasiz. Ko'tarib turib, o'sha misochkaga olib kelib qo'yib, bunday itarsangiz, itargich uni itarib tushiradi. Shunga kerak bo'ladi. Endi ko'p Xitoy shpatillari kelganda mana bu qismi qattiqroq bo'ladi. Qattiqroq bo'lsa buni ozgina nayza qog'ozga, nulovkaga biroz suyqib olsangiz yumshoq bo'ladi. Undan tashqari shuni issiq 90 gradusda qaynagan suvga bir botirib olsangiz, shu qismi yana ham yumshaydi. Shunda sizga olishingiz oson bo'ladi. Bu Xitoy shpatillari. Hozir jahonda eng ko'p ishlatiladigan mana shpatillardan ishlatilyapti. Mana endi misochkalarimiz tayyor bo'ldi. Misochka qilishni o'rgandingiz, shpatilni o'rgandingiz. Endi misochkani tagiga quruq ekish bor. Undan tashqari tarixda donasicha keladigan miqdorda matishni moloko oqizib bunga o'shanga ekish usullari bor. Bunda kerak bo'ladi mana bu bizga ko'zga dori quyadigan pepelnisa. Xuddi shunda nimani olib matishni molokoni nimasiga 35-30% suv qo'shib olsa, jicha suyuqroq bo'ladi. Shunda olib o'sha yacheykalarga shunday mana shu yacheykalarga shunday botirib ketilaversa, tariqday tushadi. O'shanga matishni molokoni misochkalarga, ya'ni kosachalarga qo'yiladigan moslama bu. Undan keyin kerak bo'ladi bizga hozirgi paytda ko'proq kitoblarda, adabiyotlarda payvandrom beriladi. Mana bu payvandrom eski ishlatardi. Biz shu bunga asosan 33 ta nima 2 santimetrli taxtachalarni mum bilan yopishtirib chiqqanmiz. Bularni ustiga o'sha bir tomchidan erigan 75 gradusli mumni bunday tomizsak, tomadi. Mana tomg'anni ustiga mana bu kosachani bunday qo'ysak yopishib qoladi. Xuddi mana shunday yopishadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Sizga tayyor bo'ladi shu. Bu eski ishlatadigan romlarimiz edi. Hozirgi paytda biz ko'proq mana bu usulga o'tganmiz. Mana bu usulda mana shu payvandromni 20 millimetrlik teshiklar ochilgan. Bu teshiklarga kosacha o'rnashadigan taklik hosil qilganmiz. Mana taklik, bu takliklar bemalol bunga tushadi. Mana bunday bo'lib, mana ko'rsalar bunday tushadi. Buni oldin nima qilamiz? Bunga o'sha 75 gradusli mumni bunday eritib quysak, quyiladi. Quyilganga mana kosachani bunday botirsak, bunday o'rnashib qoladi.
mana o'rnashib qoladi. Xuddi o'rnashib qolgan mana bulturgisi quyoshda nima bo'lib oq holati kelib qolibdi. Buni olib kelib mana shu payvandromimizga bunday joylashtiramiz. Mana ko'rdinglarmi? Joylashtirib bunday burchak. Mana ko'ringlar, xuddi shunday holatda ichida qutchasi bor. Xuddi shunday joylashadi. Joylashgandan keyin mana bunga asosan 20 tadan oz qo'yaman men ayarlarga. Bunda 16 ta joylashgan. 16 ta joylashgandan keyin buni o'sha tarbiyachi oilaga, stator oilalarga olib borib qo'yamiz. Qo'yib o'sha 10-kuni keyin bu payvand romdog'i gumbaklar tayyor bo'ladi. 10-kuni gumbaklarni sekin chiqarib biz mana chiqardik deydi. Gumbaklarni chiqarib 10-kuni mana bunday shpritsdan qilgan bigudilarimiz bor. Shunga joylaymiz mana. Shpritsdan qilingan bigudilar. Balandligini 7 cm kesganmiz. Mana bu yerdagi teshiklarini 2 mm uzun ochiladi. Shunisi yaxshi effekt beradi. Ba'zilar teshib qo'yadi, u yaxshi bo'lmaydi. Keyin buni tagiga ya mana bunday tahlikka bu yerga qandi qo'yib bunday yopishtirib qo'yamiz. Mana ya bo'lmasa shu shpritsni o'zini mana bu porshini dog'ini nima chiqarib olamiz. Mana bu yerga qandi qo'yib bunday bekitib mana o'ziniki o'ziga tushadi shpritsni. Faqat mana bu yerdan skotch bilan bunday bekitib qo'yamiz. Ya'ni ona chiqqandan keyin bu yoqqa chiqib ketmasligi uchun. Buni 10-kuni xuddi payvandromga o'xshagan bu inkubator rom deyiladi. Buni diametri 21 ochilgan. Bu shpritsga 20. Mana bunday qo'ysak, mana qo'yamiz ham deb osiltirib qo'ysak bizga tayyor bo'ladi. Payvandromni keyin mana inkubatorni romni tagidog'i plankasini qilmaslik kerak. Plankasini qilsa u biroz yaxshi bo'lmaydi. Tekshirib jahon nimasida tekshirib qo'ygan o'sha plankasi yo'q nimalarda sifatli katta chiqqan. Mana bu hozirgi paytda qilyaptigan bizni ishlarimiz. Endi bundan tashqari biz Kanadada shu payvandromni mana bu qismiga mana bunday rekalar asosan o'sha mana bunday romlar nima plankalar joylashtirganmiz. Bunday qilib ya joylashtiramiz. Bu plankalarga Amerika, Kanada, Avstraliya va Yevropa mamlakatlarida mana bunaqangi plastmassadan yasalgan kosachalar bor. Kosachalarning orqasida mana 3 mm chiqqan. Biz 4 mm, biz 3,5 mm ga soy ochib, shu soyga bu nimani plastmassadan qilingan kosachani bunday joylab qo'yamiz. Mana ko'rdinglarmi? Bir nechasini joylash mumkin. Mana ko'ringlar. Joylab bunga xuddi mumdan qilingan kosachadog'i jarayonni olib o'tib bunga 1 kun 20 soatlik o'sha lichinkalarni, qurchalarni, ona bo'ladigan qurchalarni shunga joylaymiz. Joylab bu nimamizni
o'sha tarbiyachi oilalarga beramiz. Bunda ko'ryapsizlarmi qanchalik yaxshiligini. Birinchidan misochka qiyotmaysiz. Undan keyin misochka tahliq qiyotmaysiz. Boshqa ishlar qilmaysiz. Shu plastmassa nimani o'zi bo'laveradi. O'sha 10-kuni bunday chiqarib olib, xolang bigudiga soling. Xolang o'sha atvotkalaringiz, ya'ni bola arilaringizga bering, maqsadga muvofiq ishlataverasiz. Buni afzallik tomoni nimada degan so'z boradi. Buni afzallik tomoni mana ko'ryapsizlarmi? Quyoshga qo'ysalar ichidagi nima matishnik, ya'ni matishni moloko ko'rinib turadi. O'sha g'umbagingiz tayyor bo'lganda tagida ma'lum miqdorda 30-40 milligram matishni moloko qolsa shuni tagida bunday quyoshga tutganingizda bu chiqayib turgan ona yetuk matishni molokoga to'ygan katta chiqadi. Shuni qarab, shunga e'tibor berib nima qilamiz. Buni afzalligi mana shu yerda juda katta. Bunday qaraganingizda matishni moloko tagida yo'q. Nima tortgan matishnik sal qiyshayib qolgan, ya bo'lsa kichkina bo'lsa, bularni o'z-o'zidan biroq qilib tashlaysiz. Bundan yaxshi sifatli ona chiqmaydi. Xuddi shunday nima qilamiz. Endi do'stlar, mana bu eski hozirgi adabiyotlarda bunaqa nimalarda chiqarishi haqida bergan rus tilida kitoblarda o'qisangiz, uni tarjimalarda shunaqangi payvandromlar bergan. Bu payvandromlarda ona gumbagi tayyor bo'lganda mana bu ona gumbagini bunday ko'chirib olib, 10-kuni mana ko'chirib olib, mana ko'chirdik ona gumbagini. Biz mana bu yerda kitob qafaschalari bor. Kitob qafaschalarini mana bu qismiga tayyor bo'lgan gumbakni bunday solib bunday qo'yib, mana bu inkubator rom deyiladi, shularga joylab qo'yamiz. Joylab qo'ysa, bir kundan keyin, 2 kundan keyin hamma onalar chiqib yuraveradi. Ya'ni urchimagan onalarga ega bo'lasiz. Urchimagan onalarni mikronukleuslarga berasizmi, atvodkalar, nima bolarilarga berasizmi, yo bo'lmasam biror yoqqa xaridorga jo'natasizmi, jo'nataverasiz. Bu romlar inkubator romlar deyiladi. Hozir bulardan biz kam foydalanamiz. Xuddi bu kitob qafaschalari. Kitob qafaschasini mana bu yerda gumbakchiga qismi, mana bu yerda 4 millimetrli ochib qo'ygan o'sha qismni, ya'ni bola ariga qo'ygandan keyin bir kundan keyin shu qismni ochib qo'ysangiz, ishchilar kirib ona bilan muloqotda bo'lib turadi. Muloqotda bo'lganda yaxshi arilar oila yaxshi qabul qiladi. Mana do'stlar, sizlarga bugungi yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu. Keyin mana bu yerda bir nima bor? Qafascha, ona g'umbaga universal qafascha deyiladi buni. Universal qafaschaga mana bu qismiga g'umbak qo'yib, mana bu qismiga qandi qo'yib, g'umbakni bunday qilib o'sha bola oilalariga yo bo'lmasam biror yoqqa jo'natishga bo'lsa, arilardan 3-4 ta qo'shib jo'natishingiz ham mumkin. Bu universal qafaschalar deyiladi. Mana bu qafaschada o'sha qismi yo'q. Ya'ni bu qafascha oddiy
ona jo'nataylik, qapas yaqsolar. Unda o'sha qismi yo'q. Bu yerga qandı qo'yib, urchigan onani biror yerga jo'natishingiz mumkin yo oilalarga berishingiz mumkin. Shunday qilib do'stlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Umid qilamiz, har biringiz o'zingiz harakat qilib, hozir biz ko'rsatgan usullarda birorta usulidan foydalanasizlar degan umiddamiz. Undan tashqari hozir haligi bigudini sokili bor, tahligi bor, nimalar ham sanoat darajasida chiqaryapti. O'shalardan foydalanib usulda chiqarsangiz ham bo'laveradi. Biz hozir sizlarga shu ona chiqarishni boshlang'ich ma'lumotlarni berdik. Umid qilamizki, sizlar ham o'zlaringizga sifatli onalar chiqarasizlar degan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.